Bize bir haftadan keyin Qonunchilik palatasiga bormoqchimiz. Avtomobili bor, pravasi bor, liboy odam borki, to'xtab mana shu videoni oxirigacha ko'rib, o'zingiz fikringizni yozing. Ya'ni 2026-yil 1-aprel sanasidan kuchga kiradigan 12 ballik sistema qarori, kamera va radarlar orqali ham siz qoida buzadigan bo'lsangiz, bu qoida buzganingiz uchun ballingizdan minus bo'ladigan qaror rasman kuchga kiryapti. Biz shu qarorga norozi bo'lib, noroziligimizni, ya'ni biz xalqlar rasmiy kanal sifatida men shaxsan o'zim borib bildirmoqchiman. Menga hozir sizning yordamingiz kerak. Ya'ni mana shu videoga qarorga rozi bo'lsangiz roziman, qarorga norozi bo'lsangiz noroziman deb turib iltimos yozing va biz mana shu narsani dalil sifatida ko'rsatamiz. Mana xalqning fikri, ya'ni sen xalqning fikrini o'rganganmisan degan joyi bo'ladi. Bu yerda hech qanaqa qonunbuzarlik, qoidabuzarlik, davlat siyosatiga qarshi chiqish emas. Har bir inson o'z erkin fikrlashiga ega. Ya'ni biz o'zimizning shaxsiy fikrimizni bildirmoqchimiz. Menga asos kerak. Ertaga o'sha Qonunchilik palatasiga borib, mana xalq norozi deb ko'rsatishimga kerak. Iltimos, befarq bo'lmang. Bu videoni liboy tanishingizga jo'nating, 10 tasiga storiyangizga qo'ying, fikringizni yozing. Xalqlar rasmiy kanali shu qarorni hali kuchga kirmasdan oldin bekor bo'lish uchun harakat qilishni boshladi. Faqat sizlar qo'llanglar. Praves bo'lmasa ham hech bo'lmasa videoni tarqating. Pravasi borligi bu jabr O'zbekiston boy davlat emas. O'zi umumiy o'zbekistonliklarning 30% kiradan kun ko'radi. Ertaga oilamni boqaman deb yurgan odamlar yiliga 12 ball yig'ib qo'yib pravasi rishon bo'lib ketadi-ku, to'g'rimi? Qoida buzarlikni oldini olish uchun pulga taqash kerak emas. Boshqa yechimini topsin, yo'llarni to'g'rilasin, radarlarni, kameralarni atayin 66 qo'yib qo'ymasin yoki radarlarning sonini kamaytirsin. Men gapirdim, xalq birlashib turib shu joyga tarqatib, fikrini yozib bersin. Men bir haftadan keyin bu videoni